Xullas, mana ishlarimni tugatdim. Kamera yo'qilibdi. Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men Devex Game bo'laman. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Obunachilar, bugungi video juda qiziq bo'ladi. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa videoga boshladik. Ya'ni ketdik. Gabochi videoga ketdik. Mana boshlayapmiz. Ertalabdan yuz qo'limni ham yuvganim yo'q. Mana bu yerda. Va bo'ldi. Yaxshi, qani, okey. Ertalabdan mana okey chiqib ketamiz. Mani biznesim bor. Men ishlayman, faqat avtomat sotaman. Sizlarga aytgan bo'lsam, kebe menimcha avtomat Gabochi avtomat sotaman. Obunachilar, albatta bugungi video qiziq bo'ladi. Bu yerda odamlar menimcha politsiyachilar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Okey, ertalabdan настроение yaxshi bo'lsa juda udar bo'ladi. O'zingizlarga nima gap? Obunachilar tinchmi, yaxshimisizlar? Men esa yo'qman, mana chopib. Men ham katta bo'lib qoldim. Pala ketma bo'ldi. Men ham katta bo'lib qoldim. Mana Minecraft o'yinini o'ynayapmiz. Mana meni ishxonam. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Nima sosyapti? Bilmadim Gabochi. Ishxonada nima gap? Manda Thompson beroving Thompson. Nima qo'bolchiydi o'sha? Assalomu alaykum. Sizga nima kerak? Manda bitta qo'bol keldi, akam degan. Akam? Mayli, sizga akam bo'lsa akam. Xo'p, neke g'alati ekan. Sizdan nima desam, 1200 dollar bo'ladi. Mana hozir kalashingizni beraman. Hozir beraman pulini. Tez bo'ling. Manaki sizga 1600 Gabochi berishim sababi qabzim ham bordi, shuni berib ketdim. Maylimi, rozimisiz? Mayli, roziman. Bo'pti, sizlar aka-ukamisizlar? Aka-ukamiz. Bo'pti, sog' bo'ling. Bo'pti. Obunachilar sal g'alati odam ekan. E'tibor qilmaysizlar Gabochi. Qani videoni boshlaymiz hali biza. Gabochi. Okey. Ketasizlarmi? Hozir sanab olaylik pulni. Okey, ertalabdan. Tushunmadim. Bu nimasi? Orqangizda qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuchasizmi? Sal g'alati olgan odam ekansiz, bilasizmi shuni? Ichim ketyapti. Bilet sassiqligingiz ichida bo'lmaydi bilet. Bu kimdi o'zi? Biz ham bilmaymiz. Kuchasizmi siz ham? Gabochi jonga dedingiz gal. Jonimsa nima qilganingiz bu? Bu ichib ketgan flema buni ham bustaylayli yoqmayapti, umitasiz. O'sib ketdi guddilar, vashshi sassiq, obunachilik guddilar. Vashshi sassiq deyiladi Minecraftda. Gabochi. Bo'pti, sog' bo'linglar Gabochi. Bular kimdi o'zi? Kimni yetaklab keldinglar? Bilmadik. Shunaqalar yana ko'rib qolsanglar, siz qo'lga olinglar, maylimi? Mayli. Unda men pulchani sanayman, yaxshi. Hoppa, pullarim ko'p ekan. Klient keldi. Bu yerda kim qaba ekan? Assalomu alaykum. Hozir sizga qanaqa qo'bol kerak? Avtomat, ya'ni menda kalash bering, kalash. Kalash emas, pistolet. Okey, pistolet bor ekanmi? Hozir qayerdadir bordi. Mana patronlar yarim istakdan 34 ta yetadimi? Yetadi, bering. Mana qo'bolingiz. Mana Gabochi, pulini berasizmi? Beraman o'zi. Tez bo'ling, menda turadi ungacha.
Okey, kabochi brat ketdilar mana pistoletni olib. Buni shular pullarni ko'popsilarmi? Men даже hech pul savdo qilganimni ham bilmayman. Kabochi mana pullar. Vashi mana bu ham savdodan bo'lgan. Juda ham ko'p klientlar kelyapti. Hozirchalik normalniy hamma pullarimni kassada solsam, bu yerda ham qurol pistolet ham bor ekan. Mayli bular hozir ortiqcha nimadir sasyapti. Shu hojatxona olib qo'ylasa ko'p deylarni odam uyalmay ekan. Vashi yomon odam ekan. Uyimni kaliti ham turaversin. Domimni kaliti. Domga ham borib kelishim kerak. Sizlar qabab turasizlarmi bu yerga? Qabab turamiz. Okey, bo'ldi, men domimga borib kerak buni ishlar. Kabochi domimga borishim kerak. Mana domimga ham yetib keldim. Kabochi 4-qavat, mana 2-qavat, 3-qavat, 4-qavat, manaki. Okey, birinchi xona. Taxt, okey. Hamma bu akam hali ham uxlayotgan bo'lishi mumkin. Mayli, xonamga qo'yaman. Okey, mana kompyutercham o'zimni, mana bu sovrinni, ya'ni nimadan olgansan desanglar, futboldan. Men futbolni yomon yaxshi ko'raman. Bu yerda hujjatlar. Menimcha, qurol kimda xat yozib ketganmi? Qurol sotish taqiqlangan. Tushunmadim buni sizlar. Axir bu xat menga yo'q edi. Tushunamsan? Imzo bu yerda dalil. Tushunmadim. Mayli, qo'yib qo'yay. Okey, akamdan xabar olaman. Tushunamsan? Nima bo'lishi mumkin? Buni ishlar. Kabochi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum salom. Yaxshimisan ukam? Ha, yaxshi aka. Akmal akam uxlayaptimi hali? Ha, biram yaxshi aka sizlarni yaxshi ko'raman. Kitoblarni ham o'zi o'qib chiqibsizlarmi? Bitta balkondan havo. Puling bormi, puling? Oldingda. Pulim yo'q, ishxonada qolib ketgan. Jinibsin. Voy, ertalabdan mazza. Kabochi, okey. Mani telefonim shu yerda qolib ketmaganmi? Necha kundan beri telefonimni izlayman. Vashi qaqqa bu xat. Mana telefonim. Lekin nega bu kim qo'yib ketgan ekan? Hozir akamdan so'rayman, xonamga kim kirdi deb. Aka, nima deysan? Meni xonamga sizlar kim kirdi meni xonamga? Hech kim. Lekin undan oldin kimdir eshik taqillaganda chiqib bo'lganda biz ahamiyat bermadik. Tushunarsan? Nima bo'ldi? Buni bilmaganingiz ma'qul. Sizlar balki politsiyachilar deb buni yozib ketgandir. Jinibsin. Yomon politsiyachilar. Olimdagi politsiya uchastkasi bo'lishi kerak. Demak, buni olamiz. Okey, ketdik. Nimaga ina? Jinibsin, buni ishlar. Litsenziyam yo'q-ku mani. Lekin nima qilaman endi? Litsenziyasiz qurol sotish qamalib ketaman shunda? Yo'q, men hech qachon qamalmayman. Men hech qachon umuman deganda qamalmayman. Tushunarsan, qo'rqyapman. Nima? Telefon qilishyapti. Bizikku buni ishlar nima qilay? Mayli, alo. Assalomu alaykum. Siz Nike bo'lasizmi? Aha, ismim Nike. Yaxshimisizlar? Kabochi politsiya uchastkasiga sizni chaqirib qolamiz. Tez keling. Biz uyingizga xafa bo'lmang, kirib chiqdik. Nega xo'p? Hech kim bilmadi. Bularni sizni bilib qoldik. Keling, bu yerda hal qilamiz. Okey, tushunibsan buni ishlar. Politsiya uchastkasi ish qilib qamab qo'ymasa bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Tushunibsan buni ishlar, qo'rqib ketyapman. Assalomu alaykum. Biz sizni chaqirgan edik. Yaxshimisiz? Xo'p. Nimaga bunday shaharga bu ishni qilib
yuribsiz. Ko'rinishingizdan boy biznesmenga o'xshaysiz. Ismingiz Nike, ha? Ha, video olasizmi? Ha, nomi Devexgami. Janobsin sizni. Xullas siz qamoqqa olinasiz. Janobsin nega? Xullas tekshiramiz. Qo'llab o'qiga janobsin. Voy, janobsin nimaga bunday qilib qo'ydilar meni? Nafsalarimni urishim kerak-ku. Biz bilan yurmang. Janobsin, qo'ydim. Okey. Janobsin, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Nega siz noqonuniy manaki shu yerda sizlar yozib ketgan ekansizlar. Akam ham uydagilarim umuman bilmagan ekan. Ne sizlar birovlarni uyiga kiribasizlar. Mani uyimni qayerdan topdinglar? O'chira o'zingni. Kecha sen uyingni topdik beqog'ozni. Mana endi nima men qamalamanmi shunda? Nima qo'bol do'konim ham yopiladimi? Yopiladi, lekin u shahardagi zo'r avtomat do'konichi edi. Seni litsenziyasiz borligingni bilib qoldik. O'tib sotqin do'sting. Tushunibsan? Oy, do'stim, qani uni qo'lini kishanga bog'la. Tushunibsan? Nafsalarimcha, tavba o'zingga telefoning qo'boling yo'qmi? Yo'q, tekshirdim, yo'q. Okey. Tushunibsan? Iltimos unday qilmanglar, tushuntirib beraman. Yo'q. Tushunibsan? Tushunibsan, qo'yib yuboring. Latta. Ko'ribsizlarmi, obunachilar? Hammaga salom. Ko'ryapsizlarmi? Men qaqqaman, topinglar-chi? Topinglar, obunachilar. Qaqqaman. Oynani ham sindirib bo'lmaydi. Qaqqaman, topinglar. Axir men litsenziyasiz qo'bol bekob sotdim. Odamlarni ham litsenziyasi yo'q edi. Endi bu yerdan qochishga harakat qilma. Bu yerda sizga og'ir ishlar qildiramiz. Jazo bo'ladi litsenziyasiz qo'bol sotishni. Jinoyatchi bo'lasan-ku, yaramas. Janobsin, bilmay qilibman. Axir yosh yigit bo'lsam. Mayli. Tushunmadim, nega bu yer yopilgan? Axir do'stimning ishxonasi edi-ku bu. Bu yer yopilgan. Kabuchi bu jazolangan do'sting. Nega jazolanadi? Qamaldi u. Qamaldi? Ho, qamaldi. Litsenziyang bormi? Qo'mol olib chiqib beramiz senga. Aman, ovchilikka ishlayman. Kabuchi litsenziyam bor. Qo'mol olib chiqib bermaylar. Nech pul bo'ladi? Nima qo'mol? Ov qomoli. Senda ov qomoli $1300 bo'ladi. Bo'ldi, olib chiqinglar. Bo'pti. Rahmat, pulini berdim. Rahmat sizlarga. Ashidima bashkani yoqtirmamanda. Bo'pti. Bu yer qachon ochiladi endi? Ishing bo'lmasin, shiz bo'lmasin Kabuchi. Mayli. Bo'ldi kattakon, rahmat do'stim. Men tez orada bu qamoqxonadan chiqaman. Rahmat. Bo'pti. Ovchilikka ketayotgandim-da, shuning uchun qo'riqchilaring beribdi. Mayli, bo'pti, sog' bo'lasan. Bo'pti. Okey, janobsin, balki qo'yarmiz. Qo'yib olasizlar. Yo'q. Janobsin, qaysi aytishi yo'q deb, mayli. Bu sandiqda hech narsa yo'q. Bu yer ham qo'ysa bo'lmaydi. Qo'tib ketgan. Qanday qochaman? Akamga telefon qilishim mumkin. Akangga telefon qilishning foydasi yo'q. Nega? Ularga allaqachon aytib qo'yganmiz. Yo'q, endi nima qilaman? Janobsin, asablarim obunachilar. G'ayratchi hammaga xayr, Kabuchi. Mani ko'rib turibsizlar, qo'limni qamoqdaman. Beko'p shu hujjatsiz qo'bol sotdim, avtomat. Men ham ovchilikka qiziqardim. Endi nima deysizlar, obunachilar? Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Bo'pti, obunachilar, sizlar ijodingizga omad. Men keyingi videoda bu qamoqxonadan aniq chiqaman. Chaqqa jo'p chiqaman, obunachilar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Ukamni mani jigarim bo'ladi. Ukamni nohaq qamashdi. Men ukamni keyingi videoga qutqaraman. Sizlar esa like ni bosinglar. Akam albatta meni qutqaradi. Men unga ishonaman.